Inshaalloh 2026-yil fevral oyi Umra safariga borish narxlari va sharoitlarini Hikmat Travel'da bosh ofisga kelganmiz. Abdukarim hoji akamizdan to'liqroq ma'lumot olib beramiz. Video o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib, kommentariyaga inshaalloh tez kunda bizga ham borishni nasib qilsin deb yozib berishni esdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi. Charchamayapsizmi o'zim? Shunisiz? Allohga shukr, rahmat, o'zim charchamayapman. 2026-yil fevral oyiga o'zim 50 boshchilik qilib gruppa yig'yapman dediz. O'shinga sharoitlari va narx-navolarni do'stlarimizga bir qator yetkazib beradigan maqsadda kelganmiz. Inshaalloh 2-fevral kuni o'zim 50 boshlik qiladigan guruhga qabullarimiz davom etyapti. Boradiganlar bo'lsa, pasportlarni tashlab bersa, joyda bron qilib beramiz. Inshaalloh to'lovlari 3 kuni qilinaveradi. Xolasa o'sha ofisga kelib to'lovlarni qilishadi. Xolasa aeroportga borib to'lov qilsa ham bo'ladi. Aeroportga borib reysimiz Farg'ona Madina reysi bilan uchamiz inshaalloh. 14 kunlik paket, hamma yo'q ichida o'sha $975 to'lasa bo'ldi. O'zlariga sovg'a solamga pul olib olsa bo'ldi. Madinada mehmonxonamiz 300 metrdan 700 metrgacha bo'ladi. Makkada mehmonxonamiz inshaalloh Mira Ravdani mo'ljal qilib turibmiz. 1.7-1.8 kilometr chiqadi inshaalloh. 1.7-1.8 kilometr Makka Mira Ravda. Madina Munavvarada 300-400 metr. 300 metrdan 700 metrgacha bo'ladi inshaalloh. 300-700 metr oralig'ida bo'ladi. Ya'ni 2-fevralga 50 boshlik qilasiz, faqat Farg'onadan uchiladi. Inshaalloh Farg'ona Madina reysi bilan uchamiz, o'zim 50 boshlik qilaman. Undan tashqari fevral oyiga boshqa do'stlarimiz ham bor, vohada ko'rib turgan do'stlarimiz bor, Toshkent shahridan uchamiz deyotgan bor. Qo'shni Tojikiston, Qirg'izistondan kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Bu do'stlarimizga misol Toshkent shahridan yoki boshqa viloyatlardan ham reyslarimiz bormi? Inshaalloh Toshkentdan ham reyslarimiz bor. Toshkent Jidda, Toshkent Madina reyslarimiz bor. Farg'onadan Farg'ona Madina reyslarimiz bor fevral oyiga. Andijondan Andijon Jidda, Namangandan demak Namangan Madina reyslarimiz bor. Namangan Madina reyslari bor. Butun O'zbekiston bo'yicha narxini bir xil qilib $975 qilib beramiz. Toshkentdan uchadiganlarga ham, Vodiydan uchadiganlarga ham $975, 14 kunlik paket, hamma yo'q ichida. 14 kunlik paket, ya'ni $975. $975. Bonus qilib Qizil dengiz qo'shib beramiz. Ichida Qizil dengiz ham bor. Undan tashqari ko'p yurtdoshlarimiz qaysi joylarga sayohatlar bo'ladi deyshadi. Shunga ham bir qator Madina Munavvaradagi sayohatlar va Makka Mukarramadagi sayohatlarni do'stlarimizga bitta aytib. Demak, Madina Munavvarada birinchi bo'lib Qubo masjidiga boriladi, islomda birinchi qurilgan masjid, ikkinchi bo'lib Xurmo bog'iga boriladi, uchinchi bo'lib Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjidga boramiz. To'rtinchi bo'lib Uhud tog'iga boriladi inshaalloh. Tog'iga boriladi. Makka Mukarramada haram hududida joylashgan ziyoratgohlar bor. Xadija onamizning qabrlari, Jannatul Maalla, Jin masjid, Daraxt masjid, Bayroq masjid, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan uylari, Xadija onamiz uylari, payg'ambarimizga salom bergan tosh, o'sha joylashgan joylarni ko'rsatamiz. Keyin Arofatga boriladi, Sabr g'ori, Muzdalifa, Jamorot, Mino, Jabarul Nur, ya'ni Xiro g'origa boriladi inshaalloh. Sayohatlar bor. Undan tashqari o'sha Qizil dengizda ham bonus qilib beramiz. Bonus tariqasida qilib berasizlar. Reyslar qayerlardan uchishdan qat'iy nazar narxi bir xil, o'sha 9. Narxi bir xil bo'ladi inshaalloh. Fevral oyiga Toshkentdan ham, Vodiydan ham reyslarimiz mavjud. Tojikistondan, Qozog'istondan ham klientlar chiqyapti. Ularga sharoit qilib, pasportlarni tashlab bersa, to'lovini aeroportda qilib beraveradi inshaalloh. To'lovlarni aeroportda qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi inshaalloh. Undan tashqari biz yurtdoshlarimiz ko'pi, O'zbekistondan chiqqan yurtdoshlarimiz ayrim qismi yosh katta odamlar bo'ladi. Saudiya Arabistonda bilsangiz ko'pchilik yurishga qiynaladi, kalaska masalasi va dori-darmon masalasi. Bular qanaqa sizlarning firmalarda, Hikmat Travel'da? Alohida o'zimizda doktorlarimiz bor. Yengil kasal bo'lganlarga doktorlarimiz dori berishadi. Agarki o'zini qanaqadir bir kasalligi bo'lsa, o'zi bilan o'zini ichadigan dorisini olib olgani yaxshiroq. Doimiy ichadigan dorisini. Surunkali kasal yoki o'zini organizmi qabul qiladigan dori-darmonlarni o'zlari bilan olib olsa yaxshi. Inshaalloh o'sha olib olishga. Saudiya Arabistonda dori-darmon bor. Bor. Do'stlar, ko'rdilaring, qo'ldan kelgan savollarga javob olib beryapmiz. Hikmat Travel'dan fevral oyiga qabullar boshlangan. 2-fevral kuni mana hoji akamiz o'zlari gruppa yig'ib Saudiya Arabistonga 14 kunlik sayohatga, umra ziyoratiga chiqib ketayotganlar. Ekranda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Operatorlar bor, xizmat ko'rsatishyapti, xudo xolasa. Faqatgina ish vaqti nechidan nechigacha telefon qilsa yaxshi sizlarga. Bir xilga do'stlarimiz kech paytdan telefon qilib olishyapti. 12 soat qilaveramiz, 9 dan 9 gacha. 9 dan 9 gacha. Ertalab 9 dan kech payt 9 gacha telefon qilsa yaxshi. Bo'lsam, Telegramlari bor, WhatsApplar bor, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi yoki yozsalar ham o'zlari xudo xolasa javob berishadi.
Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib, kommentariyaga inshaalloh tez kunda ota-onamni olib borishni nasib qilsin deb yozib ketishni chiqarmanglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.